Hozirgi dars mavzusi time-based SQL injection. O'tgan darsda boolean-based zavqli turini o'tdik. Ya'ni bu ikkalasi ham blind turiga kiradi dedik. Ya'ni bizga masalan aytaylik, o'tgan darsda nima qildik? Biror narsa kirgan paytimizda bizga javob qaytaryapti. Databaseni tekshirgan holatda. Biz xatolik keltirib chiqarishga harakat qildik va bizga xatolik keltirib chiqarayotgandi. Qanaqa xato? Hozir bu yoqdan to'g'rilab ko'rsatishim mumkin. Xo'sh, serverni yoqib o'chirish kerak. Masalan aytaylik, biz databaseda xatolik keltirib chiqarishga harakat qilsak, mana bunaqa xatolik keltirib chiqarib berayotgandi. Oddiy zaiflik turida SQL injectionda. Endi bizda shunaqangi holat bo'ladiki deb tushuntirildiki, bizda display errors degan, masalan aytaylik, Apache'da funksiya bor. Bu degani bizga xatoliklarni ko'rsatib berish, ko'rsatib bermasligini o'zimiz sozlab olishimiz mumkin. Ba'zi holatlarda, aniqrog'i, xavfsizlik yaxshi ta'minlangan tizimlarda juda ham ko'p holatlarda biz xatolik keltirib chiqarishga harakat qilsak, bizga hech qanaqangi xatolik keltirib chiqarib bermaydi. Sababi bu qo'shimcha zaifliklarning oldini olish turi deb qabul qilsak bo'ladi. Bu juda ham ko'p uchraydi va hozir o'tgan darsda shu narsani o'rgandik. Faqatgina xatolik keltirib chiqarildi. Sababi bizga yaxshilab tushuntirilishi kerak edi. Hozirgi darsimiz endi time based orqali, ya'ni boolean basedda nima qildik? Aytayapmizki, ko'rsatib berildi. Aytayapmizki, boolean qo'ydik va bu yerga shart qo'ydik. Shartimiz to'g'ri bo'ladigan bo'lsa, biz so'ragan narsa bo'ladigan bo'lsa, bizga nimadir chiqarib beradi. Aks holda, masalan aytaylik, biz shartimiz noto'g'ri bo'ladigan bo'lsa, bizga hech narsa chiqarib bermaydi. Ya'ni bo'sh narsa. Biz xuddi shu orqali o'tgan esa databaseni birma-bir harflarigacha so'rab, o'zimizga kerakli ma'lumotni olishni o'rgandik. Hozirgi darsimizda aytaylik, bizda hech narsa qaytib kelmaydi yoki bo'lmasa ozgina boshqacharoq vaziyat bo'lib qolishi mumkin. Xuddi shu paytda time based SQL injection zavqligini ishlashga harakat qilamiz. Time based SQL injection zavqligi nima? O'tgan darsda biz shart kiritdik va shartning ikkinchi tomoniga agar biz so'ragan narsa mana bunga teng bo'ladigan bo'lsa, keyin bizga to'g'ri bo'ladigan bo'lsa, mana bu narsa chiqadi. Bu noto'g'ri bo'ladigan bo'lsa, bizga hech narsa chiqarmaydi. Xuddi shu orqali topayotgandik. Ya'ni biz to'g'ri noto'g'riligini bilish uchun saytda nimadir o'zgaradi, xuddi shu orqali bilib olayotgandik. Endi bu safar bo'ladigan bo'lsa, biz nima qilamiz? Or sleep, masalan aytaylik 5. Xo'p, buni nusxalab olishim kerak. Ishga tushirgan paytimda ko'rishingiz mumkin 1, 2, 3, 4, 5. Ko'pincha 5 soniyadan oshib ketib qoladi. Hozir o'zim ham adashmasam tez sanadim. Hozir bizga javob qaytarish kerak. Nimaga 5 soniyadan oshib ketyapti? Sababi bu yerda birinchi bo'lib hisobga olishimiz kerak. So'rov ketish vaqti bor, javobni qaytib kelish vaqti bor va uni ishga tushish vaqti bor. Xuddi shunday qilib 5 sekunddan oshib ketadi ko'p holatlarda. User ID exists in database. Bizga javob qaytib keldi, lekin 5 soniyadan ko'proq. Bu yerda nima qilyapmiz? Shart qo'yapmiz. Mana bu yerda chap tomondagi kodni yopdik degan yoki dedik, mana bu kodni ham ishga tushir dedik degan. Bu sleep 5 degani, demak bizga 5 soniyadan keyin javob qaytaradi degan, qaytar degan buyruq kiritdik va bizga javob qaytaryapti. Demak, bu yerda SQL injection zavqligi bor. O'tgan darsda tushuntirilgandek, agar SQL injection zavqligi bo'lmasa, oddiy yozuv hisobida qabul qiladi davomini va hech narsa ishga tushmasligi kerak edi. Buni mana bu yerda ko'rishimiz mumkin. Biz birinchi bo'lib 1 kiritdik. Bu yerdagi xo'p teren yopdik. Yopganimizdan keyin yoki sleep 5 dedik. Va davomida oxirroqda mana bu narsa bor edi kodda. Biz bu narsani mana bilan chiqarib olishdik. Ya'ni bu yoqdan keyingisi hisobga olinmaydi. Buni o'chirib tashlasak ham bo'ladi. Aytayapmizki, birinchi foydalanuvchiga tegishli ism familiyani keltirib chiqar. Deyapmiz, keyin ikkinchi kodni orqasida mana buni ishlat deyapmiz. Ishga tushiramiz, bizga 5 soniyadagi javob qaytaradi yoki not database selected.
Aha. Oldin tushuntirganimdek PHP menda xatolik bor. Xuddi shuning uchun birinchi database tanlab olish kerak. Ishga tushiramiz. 5 sondan keyin javob qaytib keladi yoki bo'lmasa uzilib qolishi kerak database. Besh sondan keyin javob qaytib kelganini qattan bilsak bo'ladi, o'zi chiqarib beradi tepada. Faqat ozgina kutish kerak. Xo'p, ko'rishimiz mumkin qanchada qaytib kelganini ko'rsatyapti. Bu yerda 20 sekund. Buni qisqartirsak bo'ladi. O'zimizga tezda javob qaytib kelishi uchun, masalan, birni o'zi yetadi. Shunchaki ishlayotgan bo'lish uchun ozgina to'xtalayotganini ko'rsa yetarli. Bu adashmasam 4 soniya. Bu narsa time delay mavzusi tushuntirilgan FastSQL va MySQL ni o'zida biz sleepdan tashqari tushuntirilganki wait for delay bor, wait for time yoki bo'lmasa benchmark funksiyasi bor, bular tushuntirilgan. Xuddi shular orqali ishlashimiz mumkin. Bu yerda nima bo'lyapti? Demak, mana bu saytning o'zini kodi va mana bu yerdan biz kod boshlanyapti. Keyin kodimizda aytyapmizki, agar zaiflik bor bo'lgan bo'lsa, mana shuncha vaqtdan keyin javob qaytar deyapmiz va ishladi. Demak, SQL injection zaifligi bor. Xo'p, endi buni exploit qilishga o'tadigan bo'lsak, bizga demak hech qanaqangi xatolik qaytib kelmaydi bu safar. O'zimizga qoldi hammasi. Xuddi shu joyda juda ham kerak bo'ladigan narsa bizda hech bo'lmaganda masalan aytaylik MySQL ni o'zi bo'lishi kerak. O'zimizni qurilmamizda. Nimaga? Sababi biz tashqariga ishlatayotgan mana bunaqa veb-saytdagi ma'lumotlar bazasiga qarshi SQL kod kiritayotgan paytimizda ishlaydimi yo'qmi o'zimizda sinab ko'rishimiz mumkin birinchi. Masalan aytaylik, juda ham ko'p holat bo'ladi, database yoki bo'lmasa bu yerda databases o'tganda adashib ketganimdek yoki bo'lmasa bu yerda version juda ham ko'p yozuvlarni esdan chiqib qoladi ko'p holatlarda yoki bo'lmasa kerakli yozuvlarni ishlaydimi yo'qmi shuni sinab ko'rishimiz mumkin. Istisnosi bor. Versiya eski yangiligiga qarab ishlamasligi ham mumkin. Lekin juda ham ko'p holatlarda ishlaydi. Yordam beradi. Xo'p, bu yerda sleep bilan qilib ko'ramiz. Bu safar end qo'yamiz. Yana ishlash kerak. Xo'p, ishladi. Bu yerda ozgina tushunmovchilik bo'lishi mumkin, lekin qayta aytaman. Har doim harakat qilish kerak, qaytadan ko'rish kerak bo'lsa, masalan aytaylik FastSQL ni ham qaytadan tushunib, yaxshilab qo'lda sinab ko'rib, qayta sinagandan keyin darsga qaytib, yana bir marta harakat qilinsa yaxshilab tushunish mumkin. Bu dars birdaniga bittada tushunib ketilishi qiyin va adashmasam o'zim ham bittada o'rgatib olmayman. Soatlab harakat qilsak ham. Xo'p, bu yerda nima demoqchiman bu bilan? Hozir biz qilmoqchi bo'lgan ish time based SQL injection zaifligi va time based SQL injection zaifligi topayotgan paytimizda aytamizki select nimadir degan narsasi bo'ladi. Davomidan kod qo'shishimiz kerak. Biz mana bu yerga davomidan kod qo'shishimiz uchun bizda nimalar bor? Bizda boolean bor. Bu yerga boolean qo'shishimiz mumkin, ya'ni kodni davom ettirish uchun. Sababi hozir tushuntiraman. Masalan aytaylik, bizda select userni o'zini tanlab olaylik. From users deylik. Endi aytamiz-ki, bu yerda bu saytning o'zini kodi. Mana bu yerga nimadir qo'shishimiz kerak. Endi buni where bilan qisqacharoq tushuntirsam bo'ladi. User ID teng aytaylik 1. Menga birinchi foydalanuvchining ismini chiqarib berish kerak. Endi bu yerda nima qilyapmiz? Biz mana birga o'zimiz kodimiz qo'shyapmiz. Kodimiz qo'shayotgan paytda biz to'g'ridan-to'g'ri osmondan tushgandek select hamma foydalanuvchini menga ma'lumot kerak deb ma'lumot bera olmaymiz hech qachon. Ya'ni kod yoza olmaymiz. Bizga xatolik kelib chiqaradi mana bunaqa. Ishga tushiramiz, katta qilib xatolik chiqarib beradi. Bu yerda biz xuddi shu narsani aylanib o'tishimiz kerak, ya'ni avoid qilish kerak. Ya'ni bu yerda biz hozir to'g'ridan-to'g'ri kod kiritadigan bo'lsak, hech qachon ishlamaydi. Biz bularda ishga tushish uchun, biz davomidan yozayotgan kodimiz ishga tushishi uchun biz bu yerga qandaydir narsa qo'shishimiz kerak. Biz xuddi shunga o'tgan narsa union o'rgandik yoki bo'lmasa bu yerda boolean based deb o'rgandik, ya'ni davomida kod qo'yish. Yoki bo'lmasa bu yerda stacked query deb o'rgandik, ya'ni mana bu kodni shartni tugatdik deyin, mana bu yerda shartni tugatib ikkinchi kodni o'zimiz qo'shib oldik.
Ya'ni davomidan kod qo'shishimiz uchun qanaqadir texnika qo'yish kerak mana bu yerga. Endi hozir biz time based SQL injection zavqlaydi. Nima qila olamiz? Biz xohlasak bu yerga boolean qo'shishimiz mumkin. Birini yopamiz sekin. Bir yopib turib mana bu yerda end qilib turib xohlasak sleep bilan davom etkazib ketsak bo'ladi bemalol. Lekin bitta g'alati tomoni bor. Biz bu yerda boolean ishlatyapmizmi, demak bu bo'ldi. Sleepning keragi yo'q. Ba'zi holatlarda ma'lumot qaytib kelmasa kerak yo'q. Ma'lumot qaytib keladigan bo'lsa, booleanning o'zi nisbatan tezroq ishlaydi. Biz xuddi shunaqa qilib xo'p, bir sleep nimadadir xatolik bor. Aha. Mana bu yerda mana bu chuqqa ham xuddi shunaqa qilib ishga tushirsak bo'ladi. Demak, davomidan kod yozayotgandik. Hozir men aytmoqchi bo'lgan narsa, ham hozir bu yerda davomidan nima yozmoqchi bo'lsak, xuddi shu texnikani davom ettirib ketamiz. Ya'ni bu yerga balki union qo'yamiz. Ya'ni ham union qo'yib mana bu yerga time delay yozishimiz mumkin, ya'ni time base qilib, ham bu yerga boolean qo'shishimiz mumkin. Bu qanday bo'ladi? Xo'sh. End aytamizki, bu yerda endi biz umumiy kiritadigan shart to'g'ri bo'lishi kerak. Xo'p, agar funksiyasi qanday qilib time delay bilan qanaqa ishlashi yaxshilab tushuntirilgan SQL kursida. Shunchaki databaseni o'zida ko'ramiz, sabab hozir bilaman juda ham tushunarsiz bo'layotgan bo'lishi mumkin. Qisqacharoq kichkina kod olamiz. Select bir user from user savolalik. Menga demak foydalanuvchilar ismini qaytaradi. Davomidan kod yozamiz. Where user id teng user id teng tire ichida 1 user teng birinchi foydalanuvchining ismini qaytaradi menga.